Ana to'ychovda ham oldim. Endi taksi qilib soqqani bosam. Chakki birinchi klientga. Da, aylanib ishlab yuribmiz. Da birinchi klient. O'chir telefonni. Do'stim o'z telefon qo'raman. Tinchlikmi jiga? Jigaring ichingda bo'ladi. Men brataniyman. Sen meni tanimayapsan shekilli, o'zing uchun bunday surishtirib oling. Mani Qodir yaponskiy deyishadi. O'zbekchasiga yapon tovuq. Sen menga umuman panetga berma. Men panetga joyida bo'laman. Tushundingmi? Senga o'xshagan ko'pini ko'rganman, dalish ko'raman. Bir deganda shahardan yo'qib qo'yaman. Ko'p gapirma, asab ketaymi uka. Hayda, qorin och, kafega hayda. Amma aka, lishni gapirmadim sizga. Sen nima menga lishni gapira olmaysan lishni? Sendan zo'r ham lishni gapira olmaysan. Tushundingmi? Men senga aytibman, bir deganda yo'qib qo'yaman shaharda. Qaytib taksovat qila olmaysan. Mani Qodir yaponskiy deyishadi. Yapon tovuq, surishtirib oling. Первый klichkam bu men. Hayda, ko'p gapirma uka. Hop aka, hop. Mana shu chekkalarda bo'ladi bolam. O, baraka toping. Ana, vakil. Baraka toping. Xo'p, qancha bo'pti bizning xizmatimiz? 52 ming bo'pti. 50 ming bering siz mayli. Yashang, umringizdan baraka toping. Endi bolam dil ketdi-da, hammaga ham emas lekin. Pulni o'rniga bitta chiroyli duo qilib qo'ysam-da, keyin oramiz ochiq. Nima dedingiz shunga? Pul beraymi yo chiroyli bitta duo qilib qo'yaymi bolam? Birinchi pulni berib keyin duo qilsangiz ham bo'ladi. Ya hech qachon pulga ko'ngil qo'ymang. Oxirati yomon bo'ladi. O'shanga ora-orada duo ham olib turish kerak-da. Men hammaga ham emas, dil ketgani uchun aytayapman. Men duo qilgan odamlarning eng yomoni ham biznesmen bo'lib, Mercedeslarda oxirgi chiqqan mashinalarda yurishdi. O'sha men qilgan o'sha duolarning oqibatida. O'sha qatori sizni ham bitta chiroyli duo qilib qo'ysanda, keyin yo'llarimiz ayro sekin ketaveramiz-a. Qani? Mashinalaringiz tagidan shabadalab o'tib tursin. Hech qachon yo'llaringiz bexatar bo'lib, ota-onalaringizni baxtiga sog'-salomat bo'lib, bundan-da yaxshi mashinalarda olib maza qilib yuravering. Allohu akbar. Ana, bu yog'i yaxshi bo'ldi. Mayli, bizga ruxsat, sog' bo'ling. Amaki hazillashyapsiz deb o'ylabman, xizmatchi. Hozir hazillashadigan davr emas bo'lam. 50 mingga olib kelib qo'ygan bo'lsangiz, men 100 minglik duo qildim. 50 ming qarzdasiz o'zi. Mayli, unisiga roziman, siz ham rozi bo'lib qo'yavering. Pul kerak bo'lsa puli bor, prosta duo qilgim keldi sizni. Bolam, rozi bo'lib qo'yavering-a. Mayli, sog' bo'ling. Bittasi mafiya, bittasi duogo'y. Birontasi pul bermay. Men qachon ko'karaman, ey? Aka uyga ketishga bir tiyin pulim qolmadi. Pulda yordam qilib turing. Uka, o'z pul bersam, ichasan-ki, to'g'risini ayt. Tanor ichasanmi? Ha. O'tir, onasi hamsa, birga ichamiz. O'tir.